Mark Red Levin, amerikalik konservativ yurist, siyosiy sharhlovchi, yozuvchi va media shaxs. U 1957 yil 21 sentyabrda Filadelfiyada Yahudiy oilasida tug'ilgan. Levin bolaligida siyosatga katta qiziqish bildirgan va 19 yoshida universitetni tamomlagan. Temple universitetida huquqshunoslik fakultetida tahsil olgan. U o'z faoliyatini 1980-yillarda Ronald Reagan prezidentligi davrida boshlagan. Reagan boshqaruvi ostida u AQSh Adliya vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan. Bu davr uning siyosiy qarashlari va konservativ yondashuvining shakllanishiga katta ta'sir qilgan. Mark Levin bugungi kunda AQShdagi eng taniqli konservativ ovozlardan biri hisoblanadi. O'zi Mark Levin Show nomli mashhur radio dasturining boshlovchisi bo'lib, har kuni millionlab tinglovchilarni jalb qiladi. Fox News telekanalida efirga uzatiladigan Live Liberty Levin Talk Showsi orqali ham tanilgan. Levin ko'plab siyosiy va huquqiy mavzularda kitoblar yozgan. Uning quyidagi asarlari New York Times bestseller ro'yxatiga kirgan. Masalan, Liberty and Tyranny nomli kitoblarni misol qilib olsak bo'ladi. Uning asarlarida odatda konstitutsiyaviy boshqaruv, erkinlik va progressiv siyosatga tanqidiy qarashlar ko'p uchraydi. Levinning fikricha, so'nggi yillarda Amerikada ommaviy axborot vositalari, ta'lim tizimi va siyosat erkinlikdan uzoqlashmoqda. Shu bois u bu yo'nalishlarga qarshi chiqadi. Shaxsiy hayotiga to'xtalsak, Mark Levin oilali, 2 farzandi bor. U shuningdek hayvonlarni himoya qiluvchi faol sifatida ham tanilgan. Mark Levin hali ham faoliyatini davom ettirmoqda.